Assalomu alaykum hammaga, siz Tony kanalidasiz. Bugungi videoda sizlarga Grand Royaldagi eng mashhur top 3 o'zbek youtuberlarini ko'rsataman. Balki siz ularni tanirsiz, birinchi o'rinda eng zo'ri bo'ladi. Arvin Grand Royal. Unda deyarli 3000 ta obunachisi bor va 222 ta video. U ham aktiv kontent qiladi va o'ziga xos uslub bilan mashhur. Grand Royal unda 5000 ta obunachi bor va 111 ta video. U Grand Royal bo'yicha qiziqarli va foydali videolar chiqaradi. Ko'pchilik uni yaxshi biladi va taniydi. Va hamma kutgan birinchi o'rinda Milan Grand Mobile. Milan u hozirda eng zo'ri bo'lib kelmoqda. U aktiv va o'zbeklar orasida tanilgan bo'lib, u Grand Royal bo'yicha foydali, qiziqarli va kreativ videolar tayyorlaydi. Va mana do'stlar, videoni oxiriga ham keldik. Sizga qaysi bloger ko'proq yoqadi? Kommentga yozing. Like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Tony bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha omad.